qirib tashlash, yutib yuborish va yana shuni qaytar. Qirib tashlash va yutib yuborish. Ruhlarning ta'mi qandayligini hech kim bilmaydi. Go'yoki hozirgina kimdir qusgan lattani yutib yuborgandek bo'lasan. Qirib tashlash va yutib yuborish. Ko'rgan narsalarimda shubhali hech narsa yo'q edi. Shunchaki hammaga ma'lum ahmoqlik. Buni tushunganimda esa odamlarni qutqaradigan jodugar bo'lishga qaror qildim. O'sha kundan beri o'zimni o'qqa cho'qqa uraman. O'sha kundan beri